Mobil telefoningizga siz bilmagan holda turli pulli kontent xizmatlari ulanib, hisobingizdan pul yechilayotgan holatlarga duch kelganmisiz? Bu bo'yicha kontent provayderlar xizmatini tartibga soluvchi yangi qoidalar joriy etildi. Tinglang, 60 soniyada tushuntirib beraman. Kontent xizmatlari kontent provayderlari tomonidan litsenziya asosida taqdim etiladi. Yangi tartibga ko'ra, barcha pulli xizmatlar dastlab nofaol holatda bo'ladi va faqat foydalanuvchining tasdig'idan keyingina ishga tushiriladi. Kontent xizmatlarini aktivatsiya qilish mobil aloqa operatorining mobil ilovasi yoki SMS kodi orqali amalga oshiriladi. Kontent xizmatlarini deaktivatsiya qilish ham soddalashtirilgan usulda mobil ilova yoki SMS kodi orqali bajariladi. Bunda pulli xizmatlarni abonentlarga avtomatik ulashga, dastlab bepul bo'lgan xizmatlarni abonentning rozilik tasdig'isiz pulli xizmatga o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Abonentlarni pulli xizmatlarga, shu jumladan kontent xizmatlariga ulash 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda tanlangan xizmat haqida abonentga batafsil ma'lumot beriladi. Ya'ni xizmat turi, mazmuni, muallifi, narxi, davomiyligi, xizmatni bekor qilish tartibi va bog'lanish uchun telefon raqamlari. Ikkinchi bosqichda esa tanlangan xizmatni ulash uchun abonentdan rozilik tasdig'i olinadi. Abonentning rozilik tasdig'i faqatgina bepul SMS xabari orqali maxsus kod yuborish yo'li yoki mobil ilovada tasdiqlash tugmasini bosish orqali haqiqiy hisoblanadi. Agar abonentning rozilik tasdig'isiz ulanishi aniqlansa, mobil aloqa operatori xizmatni bekor qilishi va yechilgan mablag'ni to'liq qaytarishi shart hisoblanadi. Agar mazkur masala yuzasidan muammoga duch kelsangiz, O'zkomnazorat inspeksiyasining 1144 qisqa raqamli ishonch telefoniga murojaat qiling. Sohaga oid xizmatlar sifatini ta'minlash ustuvor vazifamizdir.